Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimiz shu natujnoy patologiya haqida bo'ladi. Natujnoy patologiya qilish qanchaga tushadi? Oddiy fasondagisi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda shu oldingi davrda qilingan patolog. Bu yer baland ekan, balandligi 320 ekan. Shuning uchun tagiga tushirib ketamiz biz. Balandligini 260, 255 qoladi. Bu yer katta xona, tashti 6 metr. 585 ga 375. Qop-qora glyansiy bo'ladi bu yer. Videomiz davomida buni bitgan holatini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu tomonlarni oldinroq bitirib bergandik. Koridorlar qop-qora bo'lgan. Ko'rib turganingizdek. Kvadrat metri 80 ming so'mdan qildik do'stlar. Bu yog'i seriy bo'lgan. Kuxnaga joylarni tashlab ketganmiz. Gofra chiqargani. Ustalar bu yoqda attachment qo'yib qo'yishibdi. Chiroyli dizaynda ko'rib turganingizdek mana. Kimga kerak bo'lsa shu ustalarning nomerini ham topib beraman do'stlar. Bizga natujnoy patologik masalasida bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Bu yer seriy glyansiy bo'lgan. Bu yoqda yana bitta xonamiz. Bu yer ham seriy glyansiy bo'lgan. Ko'rib turganingizdek dekor chaspaylarni ham seriyga seriy qora joylarga qora qilib moslab qo'yishibdi. Bu yer ham mehmonxona. Ko'pchilik so'ragandi, shu однотомный qilsa bo'laveradimi xonalari degan. Kuzatuvchilar uchun однотомный qilsa ham bo'laveradi. Ham arzon tushadi. Bu yoqda ham qora bo'lgan. Qop-qora glyansiy natujnoy patologik. Nari yoqda mehrob bor. Qora ham boshqacha turar ekan do'stlar. Endi bu yoqda oppoq glyansiy bo'ladi. Buni hozir qilamiz bu yerda ham. Videomiz davomida buni ham bitganini, nariroqqa tushgan bunamizni ham bitgan holatini to'liq obzorini qo'yib ketamiz. Mehnatlarimizni noz baholab bittadan like bosib qo'yasizlar do'stlar. Bitimda qilib qo'yamiz. Do'stlar, bu xonamiz ham bitdi. Ko'rib turganingizdek oppoq glyansiy natujnoy patologik. Однотомный. Однотомный qilsa bo'laveradimi degan kuzatuvchilar uchun, qiziqayotganlar uchun однотомный qilsa ham bo'laveradi. Holati mana shu holatda bo'ladi. Bu xonani ko'rsatdim. Bu yer qop-qora. Bu yerda ham ko'rsatdim. Koridor. Bu yer ham qop-qora bo'lgan. Bu yer shu birinchi videoni boshlagan xonamiz. Bu yer ham bitta qop-qora glyansiy. Video foydali bo'lgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa natujnoy patologik xizmatlari kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab kvadratini 80 ming so'mdan, однотомныйлari, gulliklari 130 ming so'mdan borib material ichida o'zimiz qilib beramiz do'stlar.